Assalomu alaykum hazrati insonlar. Ayrim texnik sabablarga ko'ra 4-ko'ldan keyin kecha sayohatim davom ettira olmadim. 5, 6 va 7-ko'llarga. Lekin mehmonlar borib 5, 6, 7-ko'llarni tasvirga olishgan, o'shalardan olib qo'yaman. Hozir atrofni tomosha qilasizlar. 5-ko'ldan kelayotgan suvni tomosha qilasizlar. Ya'ni 5, 6 va 7-ko'llardan kelayotgan suvlarni ko'rsataman. Demak, bugun Tojikistonga sayohatimizni 3-kuni bugun yakuniga yetadi. Ushbu videodan keyin 5, 6 va 7-ko'llarni videosini ham qo'yishga harakat qilaman. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.